tirishqo'rlik emas, balki qat'iyatlilik va sabr-toqat g'alaba keltiradi. Kunlardan bir kuni Manman quyon tishlari orasida o't yulib yeyotgan toshbaqaning ustidan kuldi. He, o'zining sekinligi bilan biror ishni eplay olaman deb o'ylayaptimi bu ahmoq, dedi u boshqa hayvonlarga qarab. Toshbaqa xotirjam javob berdi. Agar xohlasang poyga o'ynaymiz, ko'ramiz qani kim birinchi marraga yetib ketadi. Quyon buni hazil deb bildi, ammo rozi bo'ldi. Musobaqa boshlandi. Quyon o'qday uchdi. Orqasiga qarasa toshbaqa ko'rinmaydi. U o'z kuchiga shunchalik ishonardiki, yo'l chetidagi soya o'tloqqa yotib, biroz uxlab olishga qaror qildi. Toshbaqa esa to'xtamasdi. U asta ammo to'xtovsiz qadam tashlab uxlayotgan quyonning yonidan o'tib ketdi. Quyon uyg'onib, marraga qarab yugurganda, toshbaqa allaqachon g'oliblik chizig'ini kesib o'tgandi. Xulosa: kim